O'zbek, seni kanalingda yangimi mana. Muammolar bor-ku, buqalar. Qo'chqorning narxida kutib olishaveradi. Assalomu alaykum, hurmatli Azizbek Uzning muntazam ravishda kuzatib borayotgan chorvador akalar. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa dala bob, arzon, hamyon bob, cho'ntak bobidan mana bundaqa yosh ko'chat buqachalardan olaman deb YouTube tarmoqlarini muntazam ravishda kuzatib borayotgan xudo xolasa chorvador akalar. Obunachilar, xudo xolasa soni kamroq, qisqa va lo'nda video qilib beramiz. Chiroyli joylashib, chiroyli kuzatib borasiz. Inshaalloh agar mana shu qatorlarimizda siz boblari turgan bo'lsa, telefon qilib aloqaga chiqasiz, uyingizga xudo xolasa yetib boradi. Hurmatli obunachilar, manzilimiz Namangan viloyati, To'raqo'rg'on tumani, Qatag'on qishlog'idamiz. Akalar, yaxshilab joylashib olgan bo'lsangiz, videoga bittadan like-ni bosib turasizlar. Bizning kanalimizda xudo xolasa YouTube tarmoqlariga chiqqanlari, bizning kanalimizda mehmonlar narx-navolarni chiroyli qilib siz uchun bomba narxda yorvarishin qilib, narxlarni yengil qo'yib beradilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Suyimsiz? Siz Nima gaplar aka? Charchamang. Xudoga shukr aka. Siz kanalingizda bugun yangimiz. Xudo xolasa. Xunojinda yuradi mana. Novvochlarni ham olib qo'ydi. Novvochlar. Novvoch so'ragan ishqibozlariga novvochlar ham bor, ha? Novvochlar ham bor mana. Menda bitta xunojim ham bor. Bitta. Buni bonus qilib beraman-da. Oxiriga. Obunachilaringizga bugun yangimi bonus bo'ladi. Oxirigacha ko'rib tursiz video. Mana shuni oxirida ishonavering. Yengil qilib. Yengil qilib telefon qilib shashilib qolishadi mana shunga. Inshaalloh, gap yo'q. Aka, bularni yemoqchi mavsumida o'tgan, ha? Yemoqchi mavsumida o'tgan. Quruq somonda solaveradi. Quruq somon sulus. Taq yeydi buni. Xo'p, qaysi tarafdan boshlaymiz aka? Mashaqdan ketaveramiz. Mana shulardan ketaveramiz. Ketaveramiz. Bizdan ketgandan keyin har doim xudoy. Bir hafta sinov olishaveradi. Yeb ichishi zo'r. Orqa nuqtasi har doim xudoy bonus. Vodiy bo'ylab dastlabki o'ylashmaydi. Baraka bo'ldimi, bo'ldi, uylarga yetib boradi. Baylab turib yemachani sosa bo'ldi. Bo'ldi, gap yo'q. Xo'p. Obunachilar yosh oilaga 4,5 oylik atrofidagi, xudo xolasa buqachalarimiz. Bo'ylari necha aka? Bo'ylari metrlab qo'yaman, realni bo'lsa. Hop, mana kalla g'oshlari. Nechtasini qo'yib berasiz? Mashida 3 tasini hozir qo'yib beraman. 3 tasi ketaveradi, ha? Bo'ldi. Hop. 98 chiqadi. Bu ham shunaqa tara. Bu ham shunaqa. 98 chiqadi, 98. 98 demaymiz buni. Obunachilar, mana tuyoqlari, kalla g'oshlari, mana cho'niki ham yaxshi holatda. Yosh o'liklari o'sha 4,5 oylik atrofida. Mana uchinchisi. Mana bu uchinchisi bo'ladi. Xo'p, aka, bularni endi obunachilarimizga yengil qilib, xudo xolasa oldim degan bitta narx qo'yib bering aka. Bitta gap yo'q, hozir qo'yib beraman. Xo'p. Mana shu uchovini bir joyga tortdim deysin. Shuni telefon qilib mana bunga bozorlarda ham ko'ryapmiz. Misol 13 million, 14 million deb berishyapti-da. Buna deb osmondan kelmayman, maqsad sotish. Mana bunga uchovini bir joyga ketdi qo'lni bering. 12,5 ham demayman mana shuni. Hop. Mana shu uchovini bir joyga 12 million 200 dan bersin. 200 mingga nima bor aka? 12 million 200 dan berishaversin, telefon qilsin. 12 milliondan berishaversin, bitta chiroyli qilib aka, kommentariyaga otangga rahmat deb qo'ysin aka. Otangga rahmat deb like-ni bosib, obuna bo'lmagan odam obuna bo'lib qo'ysin. Sizni sajangizni o'ltirmadim. Yangimiz mana bundan bog'i xudo xolisa olib kelamiz. Mana buni siz aytganga 12 milliondan barakasini bersin, olsin. Aka, bu navoda yakkalab olaman deysa, nima bo'ladi? Plus minuslari. Yakkalab olaman deysizmi? Ozgina. Yakkalab kelgan o'sha narxda ketaveradimi? Ha? Obunachilarni sursam bo'lsin. Barakasini bersin, gap yo'q. Ketdi. Obunachilar mana tanlab olishga ham o'sha narxda ketdi, xudo xolasa. Endi bayda mana 1 2 yana 3 tasi, ha? Ya 4 tami? bitta ham qo'yaveramiz. Xo'p, 4 tasi obunachilar mana. Xudo xolasa Azizbek tuyoqlarini ko'rsatib keting degan aka-ukalarimizga, yosh oilalari va 5 oylik atrofidagi, xudo xolasa buqachalarimiz. Dala bob, dalani vaji. Bo'yin o'lchab qo'yadimi? Ha, bitta. Bir pilislar. Bir pilis ekan. Bu 5 ga qarab ketyapti mayli. Buni ham Bir pilisga olsa aka. olsin, mana shuni, mana shu 4 ta bir joyda olsin. Mana bunga aka, savdosidan ozmon narx qo'yapsiz, 12 million, ha, ya mana uni ham qanchadir qo'yasiz, to'g'rimi aka? Telefon qilsa bu
chiroyli kami bo'ladimi yo etli narxlar sotiladimi? Sunnatiga o'tib beraman. O'tib beriladimi? Sunnatiga o'tib beraman. Ish bitadi aka? Ish bitiramiz ha. Bitmaydigan Maqsad ish bormi? sotish. Bitmaydigan ish yo'q. Ishni o'zi yo'q. Xudo xolasa telefon qilishadi, sunnatiga hayli sunnatini qilib beriladi. Mana akalar mana xudo xolasa telefon qilasiz. Bitmaydigan ish yo'q. Mana bu 4 tani bir kishi olsa, mana bu 3 tani bir kishi olsa, xudo xolasa hozir oxirida hammasini ham bitta chiroyli narx qo'yib beradilar. Aka nech pul deysiz? Ularga 12 million 500 dan berishaveradi. 12 million 500 dan, Ha. 11 million 800 dan ketdimi? 11 million 800 dan. Ya, nima demang. Nargidan ham tushib ketdi. Undan nargilardan ham tushib ketdi-yu. Bo'ldi bo'lmasa buni ham 12 da olasin, ha? Hammasini bir joyga olasin, qalay bo'ldi? Hammasini bir joygami? Da ba'zi 12,5 kami bor, to'g'rimi? Ha, Endi men mesela savdo qilsam, qanchadir savdosiga o'tib berasiz. To'g'rimi? Albatta o'tib Hozir beramiz. 7 ta bo'lyaptimi? Ha. 7 tani bir joyga hozirgi narxda olinsin, bir joyga olinsin. Nima deysiz aka? 12 milliondanmi? Ha. O'ylab ko'ring aka bitta. Endi bo'yidachicha farq Bir qilyapti. joyga siz 12 million so'radingizmi? Ha. Ha? Ha shu 12 millionga 50 mingdan kam bersin mana. Barakasini. Siz mard bo'lsangiz, sizdan men mardman. Mashallah. Akalar mana endi bir joyga olib Xudo xolasa boqadigan, lekin yakkalabga obunachilar telefon qilinsa, baribir 50 ming, 100 ming aqa-baqa bo'ladi, chunki soni ko'p. Endi hozir mana bu aytilayotgan narsa, lekin yakkalabga ham 12 milliondan ekan. Hozir hammasini olsangiz 11 million 950 mingdan ketdimi? Shuna bo'lib ketdi 11 million 950 dan. Like bosishdan chiqmasa obunachilar. Mashallah, mana akalar. Like ishlayapmiz hozir mana. Like uchun ketdi mana shular emas. Bitta bosib faqat chizib qo'yasiz akalar. Mana shu kommentariyaga iliq fikrlarni yozib ketasizlar. Endi mayda bitta Meni bu yerda bitta 5 oylik xunojinamiz bor ekan. vajimiz bor mana. Orqalari ham xudo xolasa yaxshi holatda ekan. Ostilari ham Ostini ham ko'rsatdi. mana. Katta apparatimiz joy. Joyida. Xudo xolasa bir aybi nuqsoni yo'q. Endi aybi o'sha ertalab abitda kechqurun hasha-pasha deb Ha. sayib turadi. Aybi shu. Kicha mehnati bor uyga borganda, kicha mehnati Sababini bor. qilish kerak. Sababini qilish kerak, shu. Yeb ichishiga mashinga boru 15 kunga garantiya. Ana bo'lsa. 15 kunga. Ketaveradi. Yechib bir aylantirib qo'yaymi Bitta bas. zo'r bo'ladi. 7 kundan 14 kun bo'lsa, bir kun bonus. Bo'ldi mana. Mana bu. Akalar, mana yurish turishlari ham, Yurishi ham zo'r. xudo xolasa holatlari. Qiyshaydigan oyoq-poyog'ida nuqson yo'q. Hech qayerda nuqson yo'q. Mana. Xudoga shukr, hamma yo'q yaxshi. Hamma yo'q zo'r. Endi aka menga boshda va'da berib qo'ydingiz, bonus qilib beramiz bu. Bonusda mana shu. Bonus obunachilarni sursam bo'ladi, narxini eshitib buni. Seriyozmi? Ha, ishonavering, shashilib qolishadi. Qo'lni bering. Telefon qilar ekan-da. Hammasi ham arzon bo'ldi, bozordan ham boshqa. Yo'q, hunojin ishqibozlarga demoqchiman. Ha, hunojin ishqibozlarga to'g'ri. Arzon bo'ldi, xudo xolasa. Mana bunga bor. 10 million demayman. 10 million ham demayman. Mana bunga 500 ming, 9 million 500 ga olsin. Ketaveradi. Yana kamini Kami xayrini o'zlari telefon qiladi. Badam. Hurmatli obunachilar, mana xudo xolasa videoda qisqaroq, chiroyli qildik, ozgina sozgina bozorga borib mol olmayotgan aka-ukalarimiz bo'lsa, siz qidirgandagi variantdagilari narxi balandlik qilyaptimi yoki kasal-kasalligidan qo'yyapsiz, mana 7 kun sinovi bor, hunojinimizga 15 kun sinovi bor. Mana shu pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib ishni bitiraverasizlar. Hammani chorvasiga Alloh barakasini bersin akalar. Kanalimizdan uzoqlashmay turavering. Bundan ham puli yengillari faqat Azbek o'z kanalida bo'ladi.